Assalomu alaykum do'stlar. Hozir hamma sun'iy intellekt dunyoni egallayapti, deyapti. Lekin siz qo'lingizdagi telefonda undan faqat zerikkanda gaplashish uchun foydalanyapsizmi? Unda siz smartfoningiz imkoniyatlarining 80% boy beryapsiz. Bugun men sizga telefoningizni haqiqiy super kompyuterga aylantiradigan, o'qishingiz, ishingiz va kundalik 10 barobar osonlashtiradigan 5 ta mutlaqo bepul sun'iy intellekt dasturini ko'rsataman. Ro'yxatdagi 3-dastur esa sizni shokka tushishi aniq. Ketdik. Unda videoni ko'rishdan avval videomizga bitta like va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolardik. Ketdik. Birinchisi bu klassika, ya'ni rasmiy ChatGPT ilovasi, lekin uni ko'pchilik faqat yozish uchun ishlatadi. Aslida esa uning ovozli rejimi bor. Siz u bilan xuddi jonli ingliz tili o'qituvchisi bilan gaplashgandek gaplashishingiz, talaffuzingizni to'g'rilashingiz yoki shunchaki suhbat qurishingiz mumkin. Mutlaqo bepul va real vaqtda ishlaydi. Foydalanib ko'ringlar. Ikkinchi dastur bu Adobe Scan dasturi. Dastur talabalar va ofis xodimlari uchun eng keraklisi. Bu shunchaki skaner emas. Siz kitob yoki hujjatni rasmga olasiz. Dasturdagi AI esa rasmdagi yozuvlarni 1 soniyada Word matniga aylantirib beradi. Qo'lda yozib o'tirishga chek qo'yamiz. Uchinchi dasturimiz Adobe Firefly dasturi. Dasturimiz vizual kontent yaratuvchilar uchun. Tasavvur qiling, rasmga tushdingiz, lekin orqa fonda keraksiz odamlar yoki narsalar bor, yoki kiyimingiz rangini o'zgartirmoqchisiz. Bu dasturdagi Generative Fill funksiyasi orqali o'sha joyni shunchaki barmog'ingiz bilan belgilaysiz va matn bilan orqasiga chiroyli mashina qo'y deb yozasiz. AI buni professional dizaynerdek bajaradi. To'rtinchi dasturimiz bu Microsoft Copilot. Dastur bu sizning cho'ntakdagi rassomingiz va qidiruv tizimingiz. ChatGPTning bepul versiyasi rasm chizib bera olmaydi, lekin Copilot ichidagi DALL-E 3 tizimi orqali siz xohlagan xayolingizdagi tasvirni so'z bilan yozib, yuqori sifatli rasm ko'rinishida chizdirib olishingiz mumkin. Shuningdek, u internetdagi eng so'nggi yangiliklarni ham tahlil qila oladi. Va oxirgisi 5-dastur Otter AI, ovozni matnga aylantiruvchi. Aqlli diktafon. Siz darsda, majlisda yoki shunchaki xayolingizga kelgan fikrlarni ovozli yozib olasiz. Bu AI esa ovozni eshitib, uni chiroyli kvotatsiyalarga boy matn ko'rinishida konspekt qilib beradi. Dangasalar uchun eng zo'r dastur. Ko'rib turganingizdek, sun'iy intellekt shunchaki o'yinchoq emas. U vaqtingizni tejaydigan kuchli qurol. Ushbu dasturlarni yuklab olish linklarini pastda opisaniyada tavsifda qoldiraman. Sizga bular ichida qaysi biri ko'p yoqdi, izohlarda yozib qoldiring. Videoni foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va texnologiyalardan ortda qolmaslik uchun kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.